IELTS Speaking 8+ olishni xohlasangiz, bu video aynan siz uchun. IELTS Speaking 8+ Advanced Structure long before ancha oldin juda ilgari degani. A long time earlier than something else. Example, long before modern technology people used to start to find their way at night. Modern technologydan zamonaviy texnologiyadan ancha oldin odamlar yo'lini yoritishda yulduzlardan foydalangan. Long before cars were invented people used to travel on horseback. Mashinalar ixtiro qilinishidan ancha oldin odamlar otda sayohat qilishgan. Xo'p, men o'zimni hamma guruhlarga kursimni ochganman va bugun 0 dan boshlaganni birinchi darsini o'tdim va fikrlar. Agar kursga yozilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanaliga o'tib olsangiz, u yerda lichka bor. O'sha lichkaga yozsangiz, kurs haqida to'liq ma'lumot beriladi. Eslatib o'taman, O'zbekistonning eng arzon kurs shu bo'ladi va coin tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Shunday ko'p advanced structurelar uchun obuna bo'lib, ingliz tilini o'rganayotgan do'stlarga jo'natib qo'ying va like bosib qo'ying. Sog' bo'lasiz.